Oy, yo'q, ertalabdan turish shunchalik ham azobki, sizlarga aytsam-chi, Nursantak. Oy, yo'q. Bugun tomorqalarim yaxshi o'sganga o'xshayapti. Juda ham ajoyib. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Venus va yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda juda ham ajoyib ishlarni qilamiz. Har doimgidek albatta do'stlar, sizlar albatta videoga like bosib qo'yasizlar. Men hozir albatta tomorqamni tozalab olishim kerak do'stlar. Okey, mer nima qilayotgan ekan? Bugun baliq oviga bormoqchi edim do'stim bilan albatta. Okey, bo'lmasa mana shularni biz olamiz, ajoyib qilibdik. Ha, qolganlari o'smabdi. Shuning uchun mana shularni o'zini to'g'irlab qo'yamiz. Okey do'stlar, bo'lmasa mana shunaqa qilib, yaxshi, juda ham ajoyib. Tak, bo'lmasa mer yoniga borib bularni topshirib berishim kerak albatta. Oy, yomg'ir. Salom, Venus yaxshimisan? Bo'pti, короче, boboy, men hozir ketdim. Nima, короче, baribir sani qaragin zo'r narsa. Nima deyapti bu? To'g'ri ketganmi, narsa? Nima bizda bo'ldi do'stlar, tak. Bo'lmasa biza baliq oviga borishimiz kerak. Mr. Villager Jetel bilan birgalikda albatta nonni ham olib olamiz. Yo'l-yo'lakay qornimiz ochib qolsa, shundoq qilib baqanni qilib olish uchun. Tak, bo'lmasa o'zim baliq oviga ketaveraman do'stlar. Bo'lmasa sizlar albatta videoga like bosib qo'shinglar, siradan chiqmasin. Men bo'lmasa mana shu tomondan yurib, shuncha qo'ylar yuribdi, bittasini olib ketsam nima bo'ladi? Juda ham ajoyib ish bo'lardi, lekin albatta nima ham derdim. Tak, bo'lmasa mana shu yerga sekinlik bilan o'tirib turib baliq ovini boshlab yuborsak ham bo'ladi do'stlar. Okey, tak, baliq tutilarmikin bugun? Bugun baliq tutilmaydiganga o'xshayapti. Yaxshi. Oppa. Chota baliqlar ham ko'rinmayapti bugun. Balki men kelganim uchundir. Nima ham derdim do'stlar, tak. Bo'lmasa mana shu tomondan boylab turaveramiz. Albatta baliq ovi oson ish emas. Nima, what the hell? Bro, what is that, bro? Nima bo'lsa ham yangi qarmoq keldi bizga. Ammo mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Qaysi jinni qarmog'ini suvga tashlab yuborgan bo'lishi mumkin o'zi. Tak. Albatta videoga like bosib obuna qo'yinglar do'stlar, chunki biz 100 ga borishimiz kerak. Bo'lmasa bolalar mana shunaqa narsalarni terib olamiz. Tak, davayte baliq qachon ilinadi o'zi? Yo'q. Baliq endi bitta oyoq kiyim yetmayapti. Oyoq kiyimni ham berib o'tishmasa bo'ldi edi hozir. Tak. Baliq kerak bizga. Baliq do'stlar, iltimos. Yo'q. Mana nihoyat baliq. Yaxshi, juda ham ajoyib do'stlar, balig'i ilindi. Endi buni mana bu yerga qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi. Albatta, tak. Okey. Yaxshi do'stlar. Menimcha Oppa. Salom, Vince, yaxshimisan, tuzukmisan? Ha, yaxshi, rahmat. Seni mer chaqiryapti. Okey, mer yoniga borsam borsak bo'laveradi. Hozir baliq tutishim kerak ozgina, tak. Bo'lmasa balig'i yana bitta baliq tutamiz va keyin mer yoniga borsak ham bo'ladi do'stlar. Tak, Chuga chaqirmasdi mani, nima ham derdim, tak. Bo'lmasa do'stlar, mer yoniga borsak ham bo'ladi. Bitta baliq ilindi, yana bir bor. Okey, bo'lmasa bu yoqqa buni tashlab yuboramiz va mer yoniga sekin o'zimiz borsak ham bo'ladi do'stlar, chunki mer mana nimaga chaqirishi mumkin? Albatta ishlatmoqchi, tezroq ishini bitirganimiz yaxshi, shuning uchun men ham derdim, tak, boraylikchi, bir gap bo'lar. Tak do'stlar, bo'lmasa mana shu tomondan yugurib borib mer yoniga borishimiz kerak. Undan oldin albatta uyga kirib narsalarni qo'yib chiqishimiz kerak. Qornim ham ochmadi, shuning uchun ovqatlarni ham solib qo'ya qolaman. Hech qisi yo'q va qarmoqni joyiga qo'yishimiz kerak do'stlar. Tak, bo'lmasa buni ham qo'yib olamiz va qarmoqni ham mana bu yerga qo'yib turib, o'zimiz merni yoniga borsak ham bo'laveradi do'stlar. Sizlar albatta videoga like bosib obuna qo'yinglar. Venus. Oy, Venus. Nima stop.
Короче, mana shu yerda shunaqa narsalar qilsak bo'ladi. Venus sen chaqiryapman. Mana bu sandiqni ochgin. Yo-moyo, ichida shuncha narsa. Короче, bu janob millionerga uyg'ur berishing kerak. Okey. Biz ozgina choy ichib o'tiramiz, a? Okey. Yo-moyo. Hoppa. Jin ursin, shuncha narsa ya, jin ursin. Bu millioner o'zi ham millioner ekanda, ha do'stlar. Nima ham derdim, juda ham boy ekan. Ну, mayli do'stlar, sekili bilan qurib tashlaymiz uyni. Nima ham derdim, ajoyib qilib quramiz degan umiddaman. Tak, bo'lmasa shotdan boshlaymiz do'stlar. Sizlar albatta videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin do'stlar, chunki bizni bilasizlarmi, tezroq soat yig'ishimiz kerak. Shuning uchun okey, yo'q, mana buni bu yoqqa qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. O'zi qanaqa qo'yib qo'ysammikin? Hali o'ylab ko'rganim yo'q. Tak, bo'pti, instrumentlarni hozircha olib olganimiz ma'qul. Faqat kirkani o'zi bizga hozircha yetarli. Chunki do'stlar, bu albatta juda ham qattiq rudalar, shuning uchun shularni o'zi ham yetib turadi bizga do'stlar. Tagi boltani ham olib olamiz, balki daraxt ham chopib kelishim kerak bo'lar. Chunki nima desam ekan, uyni agar daraxtsiz quradigan bo'lsak, ozgina xunukroq chiqib bo'lishi mumkin, lekin mana bunaqa uy qurganim yomon emas, to'g'rimi? Villagerning uyi. Albatta bunaqa uy qurish ham juda ham yaxshi miyaga keluvdi. Okey, bo'lmasa do'stlar, mana bu uyni ham qurib bitirdim, qaranglar. Oh my god, juda ham ajoyib chiqdi. To'g'risi, shunday uyni buzib turib, boshqatdan shuni o'zini qurib qo'ya qoldim. Eng oson usuli shu bo'ldi. Sizlarga aytsam, nima ham derdim, tak do'stlar, bo'lmasa mana bularni tashlab yuboramiz, keraksiz eski detallar, shuning uchun. Tak, bo'lmasa do'stlar, biz albatta mer yoniga borib turib, ana bu milliardermi, millionermi o'shanga yetib kelishimiz kerak. Albatta mana bu joylarni ham oltindan qilganimiz yaxshi chiqadi degan umiddaman. Shuning uchun video cho'zilib ketmasligi uchun u yog'ini kesib tashladim do'stlar, chunki bu yerda ancha-muncha ish bo'lib ketdi. Shular ko'rsanglar ancha-muncha charchab qolardinglar. Bularni ham buzib olamiz, chunki bizda oynalarimiz juda ham zamonaviy oynalar olib kelgan ekan millioner. Shuning uchun do'stlar, ortgan oilani balkim o'zim uyimga qurib yuborarman. Nima deysizlar? Juda ham aqlli g'oya bo'lgan bo'lardi sizlarga aytsam. Tak, bo'lmasa tepani ham buzib olishimiz kerak do'stlar. Albatta, hozir bu yoqqa mana bunaqa narsalarni qo'yib chiqamiz, ya'ni oltindan bloklarni va juda ham chiroyli chiqadi degan umiddaman va bu yerga oyna ham qo'yib chiqishimiz kerak. Mana shunaqami? Mana ajoyib chiqdi mashinasi. Tak, bo'lmasa bu yerga ham oynalarni qo'yib chiqamiz va ichkariga kirib, ichkaridan tepani tomni buzib tashlashimiz kerak. Albatta, bu yerni ham polni ham yo'qotganimiz ma'qul. Albatta, ichkari tashqarisi nima deydi, yaltiroq, ichkarisi qaltiroq bo'lmasligi uchun albatta. Sizlar albatta videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, chunki yangi video chiqishi uchun juda ham katta hissa qo'shgan bo'lardingiz va albatta soat yig'ishga ham. Shuning uchun do'stlar, mana bu yerni buzib olamiz. Iltimos videoni oxirigacha ko'ringlar. Shunda videoni oxirida juda ham qiziq bo'lgan ma'lumotlarni berib. Shunday ekan, videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman do'stlar. Tak, millioner bizga nima berar ekan buni evaziga hali o'ylab ko'rmoqman, sizlarga aytsam. Tak, buni bu yerni yaxshilab buzib olishimiz kerak. Keraklar bu yoqqa olmazdan qo'yib chiqqim kelyapti, to'g'risini aytsam. Yo'q, qo'yib ketib qoldi. Almazdan qo'yib chiqsak ancha chiroyliroq chiqadi. Shuning uchun ham almazdan qo'yib chiqqanimiz yaxshi. Va mana bu yerni qilamiz-da. Okey, juda ham ajoyib chiqyapti. Mana bu yerni biz tashlaymiz, chunki menimcha millionerimiz kitobxon emas. Chunki do'stlar, millionerlar kitobxon bo'lishmaydi deyarli barchasi. Shuning uchun bu yerni ham buzib olamiz do'stlar. Tak, tepani menimcha shu holda qoldirsak ham yaxshi bo'ladi. Unchalik ham muhim emas, bilmadim, balki qo'yib chiqishimizga ham to'g'ri kelar, lekin hozircha menimcha yetarli do'stlar. Bilmadim, balki qo'yib chiqqanimiz ma'qul. Okey do'stlar, mana bu yer juda ham ajoyib chiqdi. Sizlarga aytsam, juda ham zo'r chiqdi. Shunday ekan, endi do'stlar, bularni joyiga qo'yib turib, millionerning yoniga borsak ham bo'ladi. Tak, buni ham qo'yib olamiz, lopatani ham va juda ham ajoyib. Endi bemalol millionerning yoniga borsak bo'ladi. Mana bu yerga qolib ketgan bloklarni solib qo'ysak ham bo'laveradi. Albatta, millionerning narsalaridan tashqari, chunki ular juda ham qimmat turadi. Shuning uchun millionerning narsalarini alohida qo'yib qo'yamiz do'stlar. Tak, do'stlar, bo'lmasa biz hozir borib turib millionerdan narsalarni olib olishimiz kerak va unga aytamiz. Tak, bo'lmasa qani olg'a do'stlar, millionerning yoniga borib uni gapga solamiz.
Janob Vins, barchasi tayyor bo'ldi deb eshitdim. Ha, uyni bitta ko'rsangiz juda ham zo'r chiqqan, sizga aytsam, bunaqa uyni hali hech kim qura olmasdi. Yo-mayo, bu nima bu? Dahshat-ku bu yog'i, voy, dalli bu yoqda butun umrga qolamanmi deyman-da, faqat eshikni boplabsiz. Ha, eshik bermagan ekansiz-ku. Bo'laveradi, almashtirib olamiz. Короче, bu sizni ish haqingiz. Yo-mayo, bu juda ham ko'p-ku bu. Juda ham ajoyib uy uchun bu juda ham kam, sizga aytsam. Короче, bo'pti. Yo-moyo. Jonurson. Shuncha oltin berdi. Yo-moyo, tomi ketganmi buni? Nu mayli, lekin do'stlar, bu pulga juda ham ko'p narsa sotsa bo'ladi, sizlarga aytsam. Nu bularni bekitib qo'yishimiz kerak tak. Qayoqqa bekitsam ekan, nima deysizlar? Aytgancha eski narsalar ham menda qolib ketdi. To'xtayman, bu yoqqa cho'tka qilib joy qurib olamiz hozir va o'sha yoqqa bekitib qo'yamiz do'stlar. Tak, bo'lmasa hozir borib turib, mana bu yerni ham buzib olamiz, sanduqlarni va u yerga bekitib qo'ysak bo'ladi do'stlar. Juda ham ajoyib chiqadi, sizlarga aytsam. Nima ham derdim do'stlar, juda ham zo'r, juda ham ko'p bu yerda. Yo-moyo. Tak, mana shu yerga bekitib qo'ysak bo'ladi. Sanduqni ochib turib, ichiga qo'ysak ham bo'ladi. Ichiga ozgina bunker qurib qo'ysak juda ham ajoyib bo'ladi, sizlarga aytsam. Bularni bekitib qo'yishga juda ham ajoyib joy bo'ladi. Bo'lmasa mana shunaqa qilib buzib olamiz va juda ham ko'p do'stlar, men bilasizlar, bu pullarga nimalar qilib tashlasam bo'ladi. Jinoshun shaharga ketib olaymikin. Nima ham derdim, shaharga ketish ham juda ham qiyin bo'lsa-da, bu pul bilan hamma narsaning iloji bor. Qaranglar, shuncha pul bor, Jinursin. Tak, mana bu yerni ham oltindan qilib tashlaymiz. Bizga вообще farqi yo'q do'stlar, chunki juda ham ajoyib chiqishi uchun albatta oltindan qilganimiz ancha yaxshi bo'lardi. Shuning uchun polni ham oltindan qilib chiqamiz do'stlar, juda ham ajoyib chiqadi, juda ham zo'r. Tak, bularni ham bizib olamiz. Endi qiyinga yarasha oxirgacha qilgan deyishgan, shuning uchun bu yerni ham bizib olamiz. Ajoyib do'stlar, sizlarga aytsam, voy chiroyli chiqibdi. Tak, yana bu yoqqa sanduqlarni qo'yib, sanduq ichiga barcha topgan narsalarimizni solib chiqamiz. Okey, bo'lmasa endi tashqariga chiqib, bu yerni ko'mib qo'ysak yetarli do'stlar. Tak. Okey, mana bu yerni yopib qo'yamiz va juda ham ajoyib, sizlarga aytsam do'stlar. Ha, millioner juda ham boy inson. Buni bilardim-ku, lekin bunchalik ko'p beradi deb o'ylamadim.